katta trassani yo'lini bo'yinda, ya'ni F80 trassa yo'lini bo'yinda kafe uchun moslashgan tayyor kafe zudlik bilan sotiladi. Xudo xolasa, inshaalloh chiroyli qilib obzor qilib beraman. Sizlardan chiroyli like bo'ladi inshaalloh. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, sog'mi-salomatmisizlar? Xo'p, bu yer desanglar, imbeda 45 post, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasining kiravesh 45 post bo'ladi bu yerda. Shuni oldinda, xudo xolasa, shuni kafe uchun moslashgan tayyor zdaniya qurilib turibdi. Hamma narsa tayyor, faqat ishlatsanglar bo'ldi inshaalloh. Plashatchisi ham katta yana. Gap bu shunga. Bu yerda furali avtobuslar to'xtab turadi bu yerda yana. Bir de burası düzgün to'xtamaydi. F80 trassa yo'lini bo'yi. Bir de hojatxonasi bo'ladi. Ayollar uchun 4 tane bo'ladi. Erkaklar uchun 4 tane. Ayollar uchun 2 ta dushovoy, erkaklar uchun 2 ta dushovoy bor. Bilasizlar, furotchilar avtobuslar bir to'xtaydi bir de. Bu yerda somsa uchun dini solingan tandir boyinadi. Chiroyli qilib solinib turibdi. Yo'lni bo'yi plashatka juda ham katta, yer maydoni juda katta bo'ladi buni. Gazli sveti bor. Yana dokumenti turar bo'ladi buni. E'tibor etamiz. 45 post yanında bo'ladi. Xudo xolasa, halichi Orion post ham ichga tushib ketsa, bir de düzgün to'xtamaydi. Ya'ni Rossiya o'tishda düzgün to'xtamaydi bir de. Xudo xolasa, Qoraqalpog'istonni, Qozog'iston, Rossiya o'tadigan chegara ichga tushib ketsa, hali bir de düzgün to'xtamaydi. Hozir ham to'xtamaydi düzgün. Va ochilib ketsa, Timur Rossiya qatnaydigan mashinalar bir de to'xtaydi. Обязательно. Xudo xolasa, hozir chiroyli qilib obzor qilib beraman inshaalloh. Ichi tayyor, hamma narsasi tayyor inshaalloh. Plan bir shikoyat bor, o'zim lokatsiyasi zo'r yerda bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Başımız maşallah. Assalomu alaykum ağa. Assalomu alaykum. Ağa, siz yo'l yuribsiz, taksisiz. Mesela Toshkent qanisiz yoki Qozog'iston qanisiz, bir narsadan o'zingiz ham bir. Endi odamlarni tushunishi uchun, Ama Xudo xolasa bu Qoraqalpog'istonni giraverishi bu. Albatta. O'shada agar ochaman, qo'yaman degan bo'lsa, 2 dana karuylarni qo'yib Qoraqalpog'istonga kelganini bildirib, xolasa, Xudo xolasa yaqinda u chegara ochiladi. Tamojnya açıldı. Hozir remont bo'lib turibdi hozir. Remont bo'lib turgani açıldı. Şöyle de katta etib o'zini plani bilan doğrulab, inshonni zo'r stolab aytsa bo'ladi. Maşallah. Niyat bo'lsa, bu ish bo'ladi. Hozir masalan, postala giraverishda kafelar nelarda bor yana shunday? Samarqanddan giraverishda post bor. Toshkentga giraverishda hammada post bor. Uni yo'lda yurganlar hammasi biladi. Agar zo'r etib qo'ldan ya yuragida qurti bor odam, Zo'r po'rgasa zo'r bo'ladi. zakon hali bir de ishlanmagan bu. Böyle tayyor remontlagan hamma narsasini surtgan, Toza elita perdeler ham turibdi. pulni surtganligi ochmagan bu. Bak aynen, yine taze koyamaz. Yine konsernerlerin tayyor, hamma narsasi tayyor turibdi. Qarama, zakolni quyosh o'tmadan o'ga deb qo'yadi yine. Maşallah, gap bu shunga emas. 5 tane stolu ajoyib, xudo xolasa yana 5 tane stol turibdi yine. Yine zal. Tayyor turibdi xudo xolasa. Hayır. Yine imrarlar taze qo'yilgan, taze plüksüler turibdi hali. İşletilmeyen bir hali. Hali odam o'tirgan emas bunda. Yo'q. Qonunni danishtir o'zing o'lmas. Bo'ldi, xudo xolasa bahasini ham chiqqan aytib beramiz. Masalan, qaysi tadbirkor kelib ochaman desa, Novada berasiz. Xudo xolasa hamma 4 yilda bu yillarga kelib, inshooda zo'r etib Asiya sahna bezaklarini kelib, открытие etib beramiz. Maşallah. Ajoyib bo'ldi, xudo xolasa chiroyli obzor qilamiz. Xo'p, giravashni o'zidan shunday zali bor. Umanlik qo'yilganing beri. Xo'p, bu yerda bir qo'xniyni vitishlar ishlab turibdi, gaz gap turibdi. Hamma narsasi tayyor turibdi, xudo xolasa. Kim olaman desam, zo'r inshaalloh. Xo'p, ikkinchi sonda imbida bar bayina. Tayyor bar turibdi. Bir narsasini ko'rsatmayman. 4da bir dana konditsioner, yana birda 2 konditsioner. Bu zalda 2 konditsioner bayina, tayyor konditsioner, xudo xolasa. Xo'p, yana bu uzun ikkinchi zal bo'ladi. Endi bir konditsioner qurilib turibdi. Hamma narsasi shunday qoladi. Qanday turganimizda shunday qoladi. Endi bir kabinasi bor yana. Oboy bosilib, gilamlar döşalib tayyor turibdi, xudo xolasa. Yana bir ikkinchi kabinasi yana. Televizori tayyor, konditsioner tayyor inshaalloh. Yana ikkinchi kabinasi. Xo'p, yana bir de uchinchi kabinasi yana. İnşallah tayyor turibdi. Yana bir de yana 4-chi kabinasi inshaalloh. Maşallah, gap bu shunga emas. Bahasini bir shikoyat etib beramiz. Hozir kim olaman desam, yuragimda o'ti bor, po'r kelsa bo'ldi. Xorazmdan keladimi, Qoraqalpoqdan keladimi, Buxorodan, Vodiy Vohadan keladimi, inshaalloh kelishtirib beramiz. Mana chiroyli qilib gilamlar döşalib turibdi. 1, 2, 3, 4, 5-kabinasi, 6-kabinasi yana. Maşallah, gap bu shunga emas. Tayyor, chiroyli kabinalar bo'ladi. Xo'p, İnamide oilaviy ochaman deyarlar uchun, masalan, kelganlar oilaviy yotaman desalar, meni chiroyli qilib qo'yadi, o'zlari uchun bo'ladi buni. Oilaviy. Yana bir kabina desak bo'ladi masalan. İnşallah. Yana bu yerda yana narsa bor yana. Qo'xnisi bor yana. Qo'xni. Xo'p, Aristoni
Nasıl olsa tayyor. Soğan yaptırıp da gazım hemen esas tayyor tutarsa. Bir de umanliki var. Bir yakın ötemiz. Bir de yonks var. Su baladı içinde yonksu bilesler. Mangalı, ocakı hemen esas tayyor tuttu. Mesela balık, kifsi koraman esas tayyor yine ocakları hemen esas. Mangalları, su, yonksu hemen esas tayyor tuttu. Alasa kim alıp işletemem desem, xo'p, bahasını necha so'm bo'lmasmini hamma narsasini ko'rdik yaxshi, danishdik. Bahasini necha so'm desanglar bunasi, xo'p, bahasini $70,000 aytılib turibdi, baribir aytilgan baha sotilmaydi, qaytib kelishib beramiz inshaalloh. Kim olaman desam, chiroyli narx aytib beramiz inshaalloh. $70,000 qaytib kelishib beramiz. Zo'r yerda joylashgan, ya'ni Avstraliya trassa yo'lini bo'yinda bo'ladi. Bilasizlar, bu tarafdan Buxoro, Toshkentdan kelaverish bo'ladi. Bu taraf yine Qoraqalpog'iston Respublikasidan o'taverish bo'ladi yine. Taş etkizdim ketdim bunu. Gelip bir gözünüz bilen görseniz şimdi nesini hissetiriz. Zor mesela atmosferasını, zor yerde joylashganini просто göz bilen görgenden keyin his qilib bilasiz bu narsani. Fıralab yine o'tadi, bir tane avtobusda o'tadi. Mesela yetib batır, Kongrada yetib batırız. Ya Moskva yetib batır avtobuslar. Şurada to'xtaydi, iloji yo'q. Yine şurada to'xtaydi. 45 yılda girmezse bunu to'xtab, şurada çay pay su içib ketadi bari. Polibon undan narsa bo'ladi. Şimdi yine de tandır yine tayyor. Tapçana bilan turibdi. O'tirib so'msayib ketadi, yo'lda birov sho'pirlayib keladi. Bu yerda hojatxonasi yana erkaklar uchun 4 ta bo'ladi. Hojatxonasi ayollar uchun 4 ta. Narsa bor. Dushoy kabinasi bor. Qaysiında 2 ta da. Yine katta trassa yo'lni bo'yinda bo'ladi. Bemalol kim olaman desam, xudo xolasa pastki nomerlar bog'lansizlar, inshaalloh kelishtirib qaytib beramiz, xudo xolasa. Chiroyli 45 bo'lsin oldinda inshaalloh. Bu yandan Toshkentdan uzoqdan keltirgan sho'pirlar обязательно bir to'xtab, shunda kofe choy qonimda o'tib ketadi, mana uzoq nuksa ketib qoldirarlar. Xudo xolasa qaysi pul olaman desam, kelishib qaytib beramiz. Bemalol pastki nomerlar bog'lang, $70,000 deyapman, $70,000 deyapmiz. Qaytib kelishib beramiz inshaalloh. Yurakingda o'tib olsa, o'lmas, gel, Shafqat Nur desa, bo'ldi. Bas dokumenti 100% natarsa sanaverasiz inshaalloh.